Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, Soylov gullari gruppasi a'zolari. Mana bugun 25-noyabr 2025-yil kunida bizlar yopiq holatda YouTube'ga qo'ygan 7 ta guruhimiz a'zolarini taqdirlash maqsadida konkurs e'lon qilgan edik. Shu konkursga qo'yiladigan mana shu g'oliblik sovg'amizni e'lon qilamiz. Azizlar, mana shu piyongulimiz, bu Madame Coltain degan oq piyongulimiz. Bu yerda bir 10 tadan oshiq ko'zi bor hozir. Bizlar bu piyongulimizni bo'lmadik. Kelasi yilga ekkan odam bo'lsa 3 ta ko'chat chiqadi bundan. Kamida 2 taga bo'lsa bo'ladi buni. Bu 2 ta hisobida ketadi. Endi hozir bo'ladigan bo'lsak, mana shu ildizchalari sal noziklashib, ziyon yetib qolishi mumkin, ochilmay qolish ehtimollari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ochiladigan holatda berish uchun buni bo'lmadik. Endi mana bu qolgan piyongullarimiz 10 dona. Bu hammasi o'zimizni mesniy, o'zimizni eskidan ekayotgan piyongullarimiz. Bular ham yaxshi holatda kelasi yilga Xudo xolasa inshaalloh gul beradi. Mana kami 4 ta 5 ta ko'zli hammasi. Azizlar, endi mana shu konkursda qatnashayotgan 7 ta guruhimiz a'zolariga, gul shaydolariga omadlar tilab qolamiz. Inshaalloh mana shu gullarimiz yutib olgandan keyin yaxshi ekib, kelasi yilga yaxshi uni o'sib, chiroyli ochilib, uylarni fayziga aylansin deymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Sovg'amizni mana shu korobkaga joylashtiramiz, chiroyli qilib. Oq piyongulimizni o'rtaga joylashtirdik. Mana shu sinib nima bo'lib qolmasligi uchun ehtiyotlab olinadi bu. Mana joylashishi. Mana marjon sopkali suvdan sepib, dorilangan bu. Xo'sh, mana apilkani ustigacha yaxshilab soldik, yaxshi borishi uchun. Mana azizlar, sovg'aga tayyorlangan piyongulimizni joylab qo'ydik. 5 kun atrofida mana shu ochiq nimada turib turadi, tegi namlangan, juda ham yaxshi holatda turadi. G'olibimiz aniqlangandan keyin inshaalloh jo'natib yuboramiz.